nima haqida bilishimiz kerak? Just in time. Bu demak ishlab chiqarishni tashkil etish tizimlarining turlari, asboblar ishlab chiqarish tashkil etish tizimlarining turlari, demak injeksiyon ishlab chiqarish, tortish ishlab chiqarish. Surish tizimi demak push system, ommaviy ishlab chiqarish. Tortish tizimi pull system, ya'ni aniq rejalashtirish tizimi va taqdim etish jadvallarini bajarish ham ustaxona ichida ham ustaxonalar ishlab chiqarishning kompleks orasida qismlar. Ishlab chiqarish va yetkazib berish vazifalari, kerakli miqdordagi materiallar barcha bo'linmalarga beriladi bir vaqtning o'zida. Tortish tizimi, ya'ni pull system, yalang'och ishlab chiqarish buyurtmalarga asoslangan tizim, haqiqiy mijozlar bo'linmalari vaqti. Ishlab chiqarish va yetkazib berish vazifalari, kerakli miqdordagi materiallar faqat mijoz tomonidan signal kartasi yordamida beriladi. Va bu yerda sxemasi berilgan tizimning turlari. Tizimda har bir jarayon unga qat'iy belgilangan vaqtda davom etadi. Va bundagi demak sistemalar. Sistema точного времени, just in time. Суммет, универсальная и специальное оборудование, информационная технология, образная ячейка, автоматизация, выравнивание производства, многостаночное обслуживание и kanban. Ya'ni axborot tizimi. Demak, hammasi bir hubga demak bergan. Muvofiqlashtirilgan ish tizimi har doim eng yaxshi natijani beradi. Just in time konsepsiyasi bu demak yoki bu ishlab chiqarishni boshqarish konsepsiyasi, bu inventorizatsiya miqdorini kamaytirishga qaratilgan. Ushbu konsepsiyaga muvofiq kerakli komponentlar va materiallar kerakli miqdorda kerakli joyga va kerakli vaqtda keladi. Just in time maqsadlari nimalarga bor? Nollinchi nuqsonlar bu maqsad ishlab chiqarishdagi nuqsonlar sonini kamaytirishga qaratilgan. Ishlab chiqarish jarayonida bitta hatto kichik nuqson ham bo'lmasligi kerak. Ish qismlarini o'rnatish uchun nol vaqt o'rnatish vaqti minimum bo'lishi kerak. O'rnatish vaqtining qisqarishi ishlab chiqarish siklining pasayishiga va ishlab chiqarishdagi zaxiralarning pasayishiga olib keladi. Nollinchi zaxira qayta ishlash, o'rnatish va yig'ish jarayonida bo'lganlar, shu jumladan zaxiralar nolga teng bo'lishi kerak. Nollinchi ortiqcha operatsiyalar, ya'ni JIT tizimida bu shunchaki shuni anglatadiki, mahsulot qiymat qo'shib qo'shmaydigan barcha harakatlar ishlab chiqarish tashlanishi lozim. Nol kutish, ya'ni vaqti kutish vaqti nolga teng bo'lishi kerak. Bunday holda ishlab chiqarishni rejalashtirishning aniqligi va ishning izchilligi oshadi. Just in time, ya'ni JIT tizimidagi asosiy elementlar: barqaror ishlab chiqarish dasturi. Tizimning ishlashi uchun just in time barcha ishlab chiqarish va yig'ish operatsiyalar uchun bir xil yukni yaratish kerak. Dastur o'zgarishi faqat talabning o'zgarishi bilan amalga oshirilishi kerak. Ikkinchisi, o'rnatish operatsiyalari vaqtini qisqartirish. Uchinchisi, partiya hajmini kamaytirish. To'rtinchisi, kutish vaqtini qisqartirish. Beshinchisi, profilaktik ko'rsatish. Oltinchisi, universal ish kuchidan foydalanish va yettinchisi, nuqsonlar dasturidan foydalanish. Just in time afzalliklari: inventarizatsiyani boshqarish uchun zarur bo'lgan naqd pulni kamaytiradi. Ilgari zaxiralovchi yaratilgan maydonlardan boshqa ehtiyojlardan foydalaniladi. Talabning pasayishi bilan amalga oshirilmaydigan tovarlar hajmining pasayishi, mahsulot partiyalarining jami hajmini kamaytirishi, miqdorlarning kamayishiga demak olib kelishi. JIT tizimining kamchiliklari demak keyingi operatsiya uchun yuzaga kelgan va o'tkazib yuborilgan nikoh bitimni tuzatish qobiliyatining pasayishi. Ishlab chiqarishning yetkazib berishlarning sifatiga kuchli bog'liqligi, to'satdan ortib borayotgan talabni qondirish uchun kichik imkoniyatlar. Tizimni joriy etish, amalga oshirishda muvaffaqiyatning asosiy omillari demak bu birinchidan tashkilotni boshqarishning barcha darajalari rahbarlari qo'llab-quvvatlaydi, resurslarni yetarlicha taqsimlaydi, yetkazib beruvchilar bilan uzoq muddatli ishonchga va xizmatlarni o'rnatish, tashkilotning korporativ madaniyatini o'zgartirish, jarayonlar oqimini va ishlab chiqarishni tashkil etish tamoyillarini o'zgartirish, uskunalarni yuklash va ishlashni optimallashtirish kabilardan iborat. Demak, shu bilan bu darsimiz tugagan.